sho'ri umuman 0%. Sho'ri chiqmaydigan g'ishizlar yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga xudo xolasa mana obunachilarimiz uchun sho'ri yo'q joyiga yana kelganmiz. Katput g'ish zavodiga keldik yana. Hozir aksiya ketyapti akalar, mana 1-iyundan 1-iyulgacha g'ishlarimiz narxini keskin tushirib yuborishdi mana. G'ish olishda adashmang aka, g'ish olishda adashmang. G'ishni zo'ri mana. Rishtonni tandiriga, kulolchilariga ishlatadigan tuproqdan bo'lgan. Buni bilgan biladi akalar, bilganlar kommentariyaga yozing mana. G'ishlar o'ta darajada pishgan, sho'ri yo'q, xudo xolasa cheklanmagan miqdorda pishib qolmaysiz. Eng asosiysi o'chirit yo'q. Axiyra akalar o'ta ham katta. Bir kunda pashta 100 mingtaga yaqin g'ish chiqadi bu yerdan, standart g'ishlardan. Paltarashka g'ish deysizmi, standartmi, liboydan bor akalar. Bitta like bosing, chiroyli syomka qilib narxlarni hozir yoritamiz. Aka, shoshilib qoling. 1 oy davomida chegirma, skidga, hayitlikka chegirma e'lon qilishdi. G'ishni qarang. Xom g'ish, pishgan g'ish. Bunaqa katta zavod kamdan kam joyda bor akalar. Mana. Mashalloh. Mana. Tayyor akalar. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar. Imorat qilaman, uy solaman. Hozir ko'pchilik sho'ri chiqmaydigan g'ish qayerda bor deb juda ko'pchilik so'raydi, kommentariyaga yozadi. Akalar, biz Katput g'ish zavodiga keldik. Xudo xolasa sho'ri yo'q. Kelib bemalol g'ishdan olib borib, ustoyingiz bilan kelib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Buni qanaqa tekshirib olaman deganlarga g'ishdan olib borib 1 kun 2 kun suvga solib turishni chiqarsangiz sho'ri bo'lsa chiqadi. Bugun hafta kuniga juma 29-may 2026-yil. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Katput zavodidamiz, Katput mahallasidamiz. Akalar, bu yerda standart g'ish chiqadi ko'p deganingizda, bundan tashqari paltarashka g'ish chiqadi. Shularni chiroyli syomka qilib beramiz, kelaverasizlar. O'chirit kam akalar, cheklanmagan miqdorda va bir kunda 100 mingta pishgan g'ish chiqadi akalar. 100 ming pishgan g'ish chiqadi, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beriladi. Dastavkalari kelishilgan holda. O'sha aytganimdek tuprog'i akalar sho'rlamaydigan tuproqdan bu. O'sha Rishtonni donga ketgan tandirchilari, kulolchilari ishlatadigan tuproqdan qilingan. Shuni syomka qilib beramiz. Bitta like bosib qo'ysa boshladik. Syomkamiz boshladik. Mana yuklash jarayoni. Bu akalar standart g'ishimiz yuklanyapti. Bu tarafda mana paltarashkalar ham avjida. Assalomu alaykum Akmaljon aka. Va alaykum assalom. Sog'lik yaxshimi aka? Siz yemisiz? Xudoga shukr. Paltarashka ham avjidayu, ha? Ha, ikkoya bor sezon, qurilish sezoni. Xudo xolada gap bo'lishi mumkin emas. Mana akalar, paltarashka g'ishlar bir kunda 100 mingta chiqadi paltarashka. Mana standartda 100 mingta chiqadi. 4 ta xonadonimiz bor, 25-30 mingta, kami 100 mingta g'ish chiqadi kuniga. Bir kunda, ha? 100 mingta pishgan g'ish chiqib ketadi. Pishgan g'ish chiqib ketadi. Paltarashka qancha chiqyapti bir kunda? Paltarashka hozirda 70 ming, 80 mingga chiqdi. 70 ming, 80 ming, ha? Mana shu joyimiz paltarashka chiqadigan zavod. Ichida shushulkasi, quritadigan hamma yerda paltarashka g'ish kelsa, ablisovka darajasiga kelgan. Mana videoni boshida ko'rgansiz, o'zlariga ofis qilishyapti, mana shu g'ishdan bo'lgan, to'g'ri? Mana hurmatli obunachilar, videoni boshida qo'yib ketamiz. O'zlariga mana ofis qilishyapti, mana shu g'ish zavodidamiz. Hozir ko'rsatdik, mana video davomida ko'rdinglaringiz. G'ishni birinchi suvga pishib, keyin urishyapti mana. Sho'ri bo'lsa chiqib oladi. Sho'ri yo'q o'zi aslida. Lekin hoji aka, bu ichidagi mayda shudali muhattab bo'lsa tosh bo'lishi mumkin. Tosh pishgandan keyin ohakka aylanadi. O suv tekkandan keyin qotadi. Yuzasi otib, hali xunuk sifati buzib qo'yadi. O'shanga olib borgandan keyin suvga pishib qo'yilsa, o'shanaqasi chiqib ketgandan keyin bizning o'yin tomondan chiqsa, teskari tomondan qilib urishaveradi. Urishaveradi. O'zi bu ablisovka g'ish emas, lekin ablisovka darajasi uryapti ekan-da. Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Qirralarni qarang. Ustaginani qo'llar dard ko'rmas. Nima deyapti akalar? Bu o'sha paltarashka g'ish akalar. Shu Katput g'ish zavodidan chiqyapti. Videoni boshiga qo'yib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz ko'rsatamiz zavodda mana. Bitta like arzidimi, ustagilarni qo'llar dard ko'rmasin. Mana. Mana bu. Mana shu muhattab tosh bo'lgan, mana ko'rdingizmi? Suvga pishgandan keyin mana shunaqa yorib chiqadi. Yorib chiqadi. O'sha suvga pishib olsa, shunaqa tomonlar chiqib oladi. Uncha bitta chiqdi bu. Endi iloji yo'q, hali muhattab nima qilib qo'yadi, iloji yo'q-da. Tosh bo'lib qolishi mumkin-da tuproq ichida. Gap yo'q, mana. G'ishga akalar garantiya shu. Mana o'zlariga ofis qilishyapti. Mana shu mana urayotgan joyini boshiga qo'yib ketyapmiz. Kelaverasizlar. Narigi standart g'ishdan xuddi shunaqa tekshirib olaverasiz. Standart g'ishdan xudo xohlasa sho'r yo'q. Tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Bitta like bosib qo'ying. Ablisovka darajasida chiqqanda akalar, lekin ablisovka emas. Paltarashka oddiy. Ha, shu g'ishdan. Mana shu g'ishdan ablisovka emas, lekin ablisovkani videoni beradi akalar. Bemalol xudo xohlasa kelaversa sho'ri yo'q. Akmaljon aka, ko'pchilik sho'ri yo'q deb izlayapti-da. Xudo xolasa sho'ri yo'q, g'ishda. Sho'riga kafolat beramiz. Shu rastvor,
seysmik foiz hisobiga shu bityapti. Shunday bo'lsa, lekin g'ishtda o'ziga biz 100% kafolat beramiz aka. Sho'r yo'qligi. Ustalari kelib bemalol bosib tekshirib olsa bo'laveradi. Mana olib borib, mana o'tkazib ketkazib ko'rgansiz, qishda qishichi pishirib yalangi olib chiqib qo'ygan. Shu holatda turgan g'ishtlar ekan. Ular bir oyga qolmasdan tugab ketdi hoji aka. O'shalar o'tkazib olgan. G'isht bor edi, bir oyga qolmasdan tugab ketdi. 2 oy bo'lgani yo'q o'sha syomka qilganimizga. Akalar kelaverasizlar, xudo xolasa. Hozir akmal akam aytdilarki, hayitga xudo xolasa chegirmadi dedingiz-a, bir oy, ha? Aka, zavod narxini 1100 dan sotib turdik, standart g'ishtlarda aka, bir oy ichiga. Shu bugundan boshlab, video chiqqan kundan boshlab 1-iyul kuniga qadar 1000 so'mdan qilib qo'ydik zavod narxini. Yo'l kirasi, dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi aka. Oldin 1100 dan edi. 1100 dan sotib turdik aka. 1100. Hozir endi 2026-yil sanasiga 1-iyundan 1-iyulgacha 1000 so'mdan, ha? Video chiqqan kundan boshlab hayitdi. Endi qurbag'i 2 kun qoldi. 1-iyul kuniga qadar aka 1000 so'mdan zavod narxi dastavkalarni kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Sabab bilan bizda texnika juda ko'p. Shu sababli bizga yo'l kiraga katta pul qo'yilmaydi. Shu yo'qilg'i tashqaridan kelmaydi deng. Yo'qilg'isi yo'q, shu ish nima shopirda oyligiga yo'l haq qo'yiladi, xolos bizda katta yo'l haq qo'yilmaydi aka. Yo'q. Mana akalar, bu o'sha tuproqni ko'ryapsizlar. Tuproqlardan ko'ring. Tuprog'i o'sha Rishtonni davom ketgan tandirchilar ishlatadigan tuproqdan. Bunda umuman sho'r yo'q. Buni bilganlar o'zi juda yaxshi biladi buni. Buni paxsa qilib urganlar ham biladi. Buni buzib bo'lmaydi buni. Qurigan oddiy tuprog'ini ham buzish o'ta qiyin. Bunda sho'r yo'q. O'zingiz ustangiz bilan kelib, masalan, tekshirib olsangiz bo'ladi. Olib borib suvga solsa bir kunda bilinadi, bu to'g'rimi? Aka, mana qayerdan g'isht olsa ham xaridorlarga, tomoshabinlarga tavsiya 2 donadan g'ishtni olib borishsin aka. Zavoddan olib, zavoddan 2 donadan olib borib, bir kecha suvga bosib qo'yib, kunduzi ertalariga shuni olib quyoshga qo'yib qo'ysa, o'zi sho'r chiqadigan g'isht mana deb chiqib beraveradi. Chiqib beradi, sirasi, to'ppa-to'g'ri. Quyoshda shu turgandan keyin suvga pishib turib, bitta quyoshga qo'ygandan keyin o'zi chiqib beraveradi. Sho'r chiqmasa keyin o'shandan urishsa bo'laveradi. Shunday. Hozir ana qo'ja bari havoga qurg'oqchilik bo'lib tursa, hamma kafolat beraveradi sho'r yo'lda. Havo quruq bo'lgan sari sho'r chiqmaydi aka. Nam qachon chiqadi? Namgarchilik. Hozir mana olib uriladi. Qurg'oqchilik bo'lib tursa, agar yog'ingarchilik bo'lmasdan tursa, agar kuzga borib keyin shu olgandan keyin shu otangni urib chiqadi aka. Sho'r bo'lishi. Hozir issiqda hamma urib ketaveradi. Hozir issiqda hamma kafolat beryapmiz, sho'riga 5%, 10% deyilaveradi, lekin aka bu kuzda gapiradi buni sho'ra aka. To'ppa-to'g'ri. Namlik ko'payganda gapiradi. To'ppa-to'g'ri. Kafolat beriladi akalar, keling. Masalan, usta akalarimiz gruppa brigada bo'lib ishlaydigan usta akalarimiz bor. Bemalol kafolat bersa, qandaydir ustalarga ham chegirmalar chiqib berasizlar. Chegirmalar bor. Hozir kunda maxsusan o'zimizda ustalar uchun alohida futbolka kepkalar tayyorlab olib kelib qo'yganmiz. Endi yilning oxiriga borib, yangi yilga yaqin yana bir chegirmalar qilib shu mukofotlar qo'yganmiz. Umra ziyorati, shu qimmatbaho mukofotlarda aka nima qilganmiz? Hozir yilning oxiriga, yangi yilga yaqin bu nimamizni uyushtiramiz aka. Xudo xolasa. Akalar kelaverasizlar. Bag'da paltarashga g'isht chiqyapti. Bag'da mana standart chiqyapti. Bag'da mana paltarashkalar yuklanyapti. Mana yana bir qator yaqinlashtirib ko'rsatib qo'yaylik mana. G'ishtga akalar gap bo'lishi mumkin emas. Akalar o'chirib kam xudo xolasa. Hozir bugun zakaz bersa, necha kunda yetib boradi masalan? Necha kunda ochirib deyadi? Paltaramiz endi nimaga aka, sal 3-4 kun navbatimiz bor. Bularga 1-2 kundan boshlab qilib beraveramiz. Bularda 1-2 kunda qilib berilaveradi, ha? Qilib berilaveradi. Paltaramizga bir haftacha navbat bor. Pachkalikka, sabab bu pachka qilish ancha vaqt oladi, qo'lda oladi. Shunga sal unga ushlanib qolyapmiz. Xudo xolasa. Mana bu yerda ham akalar mana pishirilyapti. Qozonni qarang. Takpolojni akalar zo'r qilib bu g'ishtlarimiz pishiriladi. Shuni rangi o'zgarib qolsa bo'ldi, g'ishtni nimasini ochib yuborilmaydi. Ko'rib turibsan, mana hammasi hozir bekitilgan, pishirilyapti. Qarang, zaxira ham o'ta katta akalar. Xom g'isht ham so'rashyapti. Mana shunday xom g'ishtdan ham bormi? Qilsa bo'ladimi? Xom g'isht biz o'zimizda yo'q, lekin u qo'shni qishloqda bizda filial bor. Shundan biz o'zimiz kelishtirib, chiroyli narxlarda uni ham tashkilab beraveramiz. Uni ham tashkilab, ha? Uni ham tashkilab beramiz. Standartda. Ha, standartda. Standartda. Shu o'zimizning qolib bilan qoldilar bir xil. Tuproqni ham hali biz o'zimiz yetkazib berib turamiz u filialimizga. Xuddi mana shunday katsavada chiqadi, ha? Xuddi shunaqa chiqadi u ham aka. Lekin endi biz aka xom g'isht uchun bizga g'ishtlarda aka ko'mir aralashtiriladi. Xom g'isht uchun ko'mir aralashtirilmaydi-da. Hozir buni xom g'ishtni sotib bo'lmaydi. Sababi ichida ko'miri bor-da. Ha, tezroq pishish uchun ko'mir aralashtiriladi. Tezroq pishib, singib, chiroyli pishish uchun mahsulotimizga biz ko'mir aralashtiramiz. Tuproqqa aralashtirib, o'sha g'ishtni o'zi yonib, cho'q bo'lib pishadi-da. O'shaning uchun mustahkamligi, chidamliligi o'ta mustahkam, ichigacha singib pishadi. Ichida sho'r bo'lsa ham yonib ketadi-da. Sho'r bo'lmaydi, xudo xolasa biz tuproqni o'zi bilasiz. Rishtonnisiz o'zingiz bilasiz, qiloladi tuproqni. O'zim rishtonniyman akalar bilan bu davom ketgan. Buni tuprog'ini qoplab Moskvaga, Parijlarga borib loyiha qilib, o'sha yerda tandir yasashyapti-yu akalar. Aka, bu nimani ko'mir qo'shish sababi aka bir xil g'ishtni bilsangiz, bunday sindirsiz ichi qorayib qoladi, xom bu.
bizga ichigacha aka bir xil rangda bir xil sifatda turadi-da. Ya, Sindirganda ham sapsariq, ichi sap-sariq, ichigacha singib pishadi-da, cho'g' bo'lib. Gap bo'ldi. G'ishti o'zi cho'g' bo'lib pishadi. Xudo xolasa 1-2 kunda akalar plitalar ham ishga qo'yilyapti. Plita, latok, nima deydi, koloduslar hammasi yo'lga qo'yilyapti. Xudo xolasa tayyor beton, hammasi bor. Bo'lga marrani katta olganmiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Marrani katta olganmiz, xudo xolasa bo'l o'zimiz ham bir qurilishlar boshlamoqchimiz. Ishchi o'rnidan bir 500 ta ketadi ekan inshaalloh. Hozir o'zi 300 ta bor ekan. Hozir 300 ta bor ekan. Ba'da drabelkamiz bor, ana tibbiyot maskanimiz bor, klinikamiz bor ekan. Ba'da mana ikkita g'isht zavodimiz bor, ikkita. Bu ikkiga bo'lingan g'isht zavodimiz. Beton zavod yo'lga qo'yildi Mana beton zavod, mana akalar, mana. Juda ishlab chiqarish nimalar ekan, xudo xolasa. Ko'z tegmasin. Ha, yaxshi. Marrani katta olganmiz, xudo xolasa. Shu yerdan qo'llar tursa, xaridorlar, mijozlarimiz xudo xolasa birgalikda yuqori marralarga yetishmoqchimiz. Katbot brendi xudo xolasa qurilishda noldan boshlab bitirib beradigan darajaga chiqargan inshaalloh. Xudo xolasa aka nimani ham mahsulotni ham o'sha xudo xolasa tez orada Xudo xolasa. ko'padi uylarga tushamiz. Niyatlar bor ekan, joylar tayyor, hujjatlar rasmiylashtirilyapti ekan. O'zimizni mahsulotdan bir pakazga yuqilamiz xudo Xudo xolasa. xolasa, gap yo'q. Iloyim xudo xolasa o'sha kunlarga chiqarish nasib qilsin bizga ham. Xullas akalar, mana bugungi kundan ketdi. Bugun 29-may bo'lsa, iyundan boshlanadi. 1 oy chegirma 1000 so'mdan mana. Dastavkasi kelishilgan holda akalar. O'zlari texnika bor, o'zlarining katbot g'ishtlar deb 10 mingtaga, 5 mingta, 3 mingtaga liboy turidan bor. O'sha hammasi o'zlarining mana texnikalari bor mana. Hammasi katbot deb yozilgan akalar mana. Hammasi o'zlarining texnikalari. Xudo xolasa zakaz beravering. Vodiy bo'ylab xudo xolasa yetkazib berilaveradi. Kelishilgan holda yetkazib beriladi. Hammasiga yetkazib beramiz. Sho'ri yo'q akalar. Kelib tekshiring. Tushunadigan usta aka-ukalar bo'lsa kelinglar, hamkorlikda ishga chaqirishadi. Bemalol masalan ko'pchilik hozir ustalardan g'isht qayerda olsa bo'lasizlar, pastdan urib yuribsa qayerda sho'ri chiqmayapti deb savol beradi. Uyda egasi masalan. Bemalol kelib akalarimiz bilan hamkorlikda ishlasangiz bo'ladi, tavsiya bersangiz bo'ladi. G'ishtda sho'ri yo'q akalar. O'zimizning rishtonli akalar qo'llab-quvvatlab like bosib turasizlar. Xudo xolasa g'ishtlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang, zaxira ketyapti. Ba'zan chiqaryapti, ba'zan pishirilyapti. Xullas bir rivojdan ochilib, pishirib, yana yangisi terilaveradi. Bu yerda ish to'xtamaydi. 300 ta odam ishlayapti. Agar aytishga olsam, 300 ta odam xudo xolasa ish bilan ta'minlangan. Mana yana paltarash yig'ishni ham qo'yaylik. Mana paltarash yig'ishlarimiz ko'rib turganingizdek, oblisovka darajasida chiqqan qarang. Mana bunaqa poddonlarda kakpolojni poddonga teriladi. Shu atrofda bo'lsa rasmni ham ketaveradi, ha? Rasmni beraveramiz, qayerga bo'lsa, vodiy bo'ylardan beraveramiz, rasmni. Ha. Mana poddonda bu nechtadan ketadi unda akmal aka? 480 tadan mana shu holatda 480 ta. 480 tadan ketadi. Hammasi butun akalar, mana qarang. Bundan bir kunda 70 ming, 80 minggacha chiqadi paltarash yig'ishlarimiz. Bundan ham xudo xolasa zakaz beradiganlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Bunda ham sho'r umuman yo'q. Hammasining xomoshasi bitta. Bir xil, faqat paltarashga xolos bu mana. Ko'p turganda tayyor mana qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana g'ishti zo'r kerak aka. Bu rasmni qancha beryapsizlar hozir? Rasmni zo'r narxi 1300 so'm. 1300 so'm paltarashga. Upakovkada 1350 so'm. Upakovkada 1350 so'm. Ha? Endi bu yo'l kirasi bor. Keyin endi yaqin o'rtaga bo'lsa o'zimizda kran xizmati ham bor. Ha. Ular endi qo'shimcha xizmatlarga qo'shiladi. Yuklab beriladi, ha? Yuklab beriladi. Yuklab beriladi. Ha, mana bunaqa qilib kakpoloj bilan padronda urilyapti. Hormanglar. Xullas akalar kelaverasizlar. G'ishti zo'r ish etdi. Bemalol kelib tekshirib ko'ring. O'sha Akmal akam aytganlaridek birinchi keling. Uyg'urish masalan fundamentini qo'yib qo'ygan bo'lsa, g'ishtdan olib borib tekshirib ko'ring. Suvga solingda, quyoshga qo'ying, sirazi bilinadi. Qurisa bo'ldi, 2 soat, 3 soatda bo'lsa, bir kun 2 kunda bilinadi o'zi. Sho'ri bo'lsa chiqib ketadi, to'g'rimi Akmal aka? Sho'ri bo'lsa sirazi chiqadi. Sho'ri bo'lsa sirazi chiqadi mana. Kimga paltarashga kelsa, paltarashga zakaz berasiz, rasmga 1300 so'm. Bunaqa paletda paddonda 1350 so'm. Xudo xolasa kelaverasa paltarashga, bular ham eng zo'r katsitoda qilingan. Videoni boshida ko'rganingizda urayotgan mana shu g'ishtdan urishyapti o'shalarda. Ha, shu g'ishtdan. Xotda mana shu g'ishtdan urishib, ofis qilishyapti o'zlariga. Shu akalar sog' bo'linglar, xudo xolasa yangiliklar bo'lsa sira chiqarib turamiz. Yana bir hafta 10 kunga qolmasdan plita zavodi chiqaramiz. Ha? Xudo xolasa. Plita zavodda keyin undan tashqari nimani chiqarganmiz, o sement yetkazib berish xizmati ham bor, beton. Tayyor betonlar yetkazib beriladi. Aloqaga chiqarasizlar. Yana aka, yana bitta aytib ketay. O'zimizning ham mana ijtimoiy tarmoqda, Instagramda sahifamiz bor. Katta g'ishtlar desa, o'zimizning nimamiz ham bor. Kunlik chiqarayotgan nimalarni mijozlarda, ha,
kunlik bo'lsa ham nimalar yoritib boryapmiz qilayotgan ishlar. Katput g'ishlarimi? Katput g'ishlari Instagramda. Instagramda Katput g'ishlari deb yozsangiz, o'zlarini Instagram sahifalari bor. Sotilgan, qayerga olib borilgan, qayerga sotilgan ish jarayonlarini qo'yib borishadi. Har kuningizni har kuni qo'yib borishadi. Sog' bo'linglar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Qilayotgan ishlaringizni Alloh barakasini bersin. Kim imorat so'ratgan bo'lsa tezda bitib, to'ylar yaxshilik kunlar bo'lsin. Sog' bo'ling. Akmal aka rahmat aka. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling.